qilib, 2-oyning 26-kunisi Mishada bir resepsiyon o'tkazamiz, ya'ni faoliyat o'tkazamiz. Demak, Mishada 10-20 milyon qarindoshlarimiz 2-oyning 23-dan 28-gacha bo'lgan bir hafta ichida 24 soat Mishada Uyg'ur masalasini tumtush bo'libmi? Mush koronavirus yuz bergandan keyin buning Uyg'ur xalqi uchun noiti afat keltiradigan bir masala bo'lganligini dunyoning diqqatiga tortish. Çünkü eğer bu koronavirüsü Şarkı Türkistan'da kamplarga kirib ketadigan taqdirda, u yerda zaten hayat intayin qiyin, imkoniyatlar intayin nachar, sharoit pek nachar bir vaqtning o'zida agar bir virus bu kampga kirsa, 21-asrda insoniyat uchun eng zo'r bir baloyi ofatning boshlang'ichi bo'lganligini, kamplardagi millionlagan insonlarimizning hayotining tehdit ostida bo'layotganligini, shuning Xitoyning bu jazo lageri kampusini taqash zurriyat her zaman zurriyat bo'lganligini, Xitoy hukumatining bunda bir kampda bir qancha million insonni tutib turishining hech qanday bir qonun asosining yo'qligini biz deb kelayotgan bo'lsakmi, ammo bu koronavirusi chiqqandan keyin bu haqqimizning texmi aniq bir o'tirib qo'yish zamoni keldi. Chunki Xitoy hukumati har xil banolar bilan necha million insonni tutib turayotgan bo'lsa, bugun majbur qo'yib o'tish kerak, shartsiz qo'yib o'tish kerak. Chunki bu virus xalqimizning bir qancha million insonning hayotiga tahdid etiladigan bir baloyi ofat bo'lish ehtimoli bor. Shuning biz Mishada bir chedir quramiz. Endi sizlarga bo'lgan murojaatimiz shu. Bu chedirni biz Germaniyadan akamakchi cho'ng bir mashinaga besib, o'nlagan insonlar keldi. 2-oyning oxiri bir yerda shuning uchun bu yerda biz elektron shirkatlari bilan tok shirkati bilan to'xtam tuzdik. Ular kelib bizni bu yerda xizmat qildi. Buning hammasi moddiy maliyatga mal bo'lgan avvallar bu yerda chedir setib oldik. Uning ichida o'rindiqlarni o'rnashtiramiz, video programmalarni o'rnashtiramiz, resim ko'rgazmalarni ochamiz. Demek muşlarning hammasi ma'lum jihatda bir maddi qiyinchilik qilib bizning ustimizga yuk bo'layotdi. Bu yerga kelib bir hafta 24 soat 48 soat Mishada navbat turadigan mushu davoni dunyoning hamma yeridan kelgan davlat rahbarlariga, tashkilot rahbarlariga, xalqaro faoliyatchilarga anlatadigan, mushu xizmatni qiladigan nurg'ulgan insonlarning bu janvada yotoq, tamoq ishlarini biz o'rnashtirishimiz kerak. Chedirni biz o'rnashtirishimiz kerak. Demek bu bizga hali ko'p bir maliyatga mal bo'lish oldi turibdi. Shuningga bu masalada yalnız dunyo qulluqning xizmati emas, bütün Uyg'ur xalqining, bütün Sharq Turkiston xalqining ustidagi jiddiy bir vazifa bo'lib o'tirib chiqyapti. Shuningga biz bütün dunyodagi qarindoshlarimizni, bo'libmi ish odamlarimizni, tijoratchilarimizni, iqtisodiy yaxshi insonlarimizni biraz jo'mart bo'lishga, biraz mard bo'lishga, mushu hech bo'lmasa, mushu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida bir hafta davom qilgan chedir faoliyatimizga o'zimizning maddiy va ma'naviy yordamlarini, qo'llanmalarni sunishga taklif qilamiz. Chunki sizlarning bu yardımınla şu jazo lageridagi insonlarimizning koronavirus bilan yuqumlanish xatiri bo'layotgan qarindoshlarimizning hayotini qo'g'dab qilish uchun qo'shgan bir to'panglar bo'ldi. Shuninga bunday bir murojaatni biz hozirga chiqmagan, ammo ba'zi imkoniyatsizliklarimiz bizning bu chedirni muvaffaqiyatli o'rnashtirishimizga ba'zi to'salg'ularni akib qilish ehtimoli bo'lg'achqa xalqimizga qo'limizni sunyapmiz. Shuning qarindoshlarimizning bizga maddiy yordamga qilishni orzu qilamiz. Sizlarning yordamingizga ehtiyojimiz bor. Shuning bilan birga vaqti bor, imkoniyati va qarindoshlarimizning 2-oyning 23-dan 28-gacha bo'lgan bir hafta ichida janvaga kelib bizga shu kampda, shu chedirda bizga har xil shaklda yordamda bo'lishinglarni, Mishada bizga hamroh bo'lishinglarni, Uyg'ur davosini xalqaroga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, davlatlarga keng doirada anglitishimizga yordamchi bo'lishinglarni orzu qilamiz. Rahmat sizlarga.